nima deyotdingiz? Sevimli jufti halolingiz, bolalaringiz onasi, yagoningiz, birdoningiz, go'zalingiz bor edi-yu. O'zingdan qo'shma. Qo'shsam nima? Men sizga oramiz ochiq deganman. Sen orani ochiq qila olmaysan. Nimaga? Chunki men qo'g'irchoqman. Hech qanaqa haq-huquqim, imkoniyatim yo'q-a? Hamma narsa o'sha jufti halolingizniki. Og'zidan chiqqanini muhayyo qilasiz. Sevasiz. So'zidan chiqmaysiz. Men kim bo'lman? Men ham odammanmi? Oddiy qo'g'irchoq bo'lsam, istasangiz o'ynaysiz, istasangiz yo'q. Endi bunaqasi ketmaydi. Men ham ko'chada qolganim yo'q. Ha, sen ko'chada qolmagansan. Restoranli boyvachcha tanishlaring bor. Kechga kelib uchrashadigan. Tinmay kuzatadigan. Ha, bor. Oldin bo'lmagan bo'lsa, endi bo'ladi. Laylo!